Men Jumayaz Abdulmurod 7 yillik tajribaga ega lor mutaxassisman. 7 yildan buyon Quvonch shifo klinikasida lor shifokor bo'lib ishlab kelmoqdaman. Ishlash jarayonida 2000 ga yaqin lor operatsiyalarini muvaffaqiyatli bajardim. Burun tiqilishi, quloqda og'riq va tomoqda og'riq bilan va boshimda og'riq bilan keladi. Biz lor kombayn va endoskopda tekshirib ko'ramiz va bemorimizga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davo choralarini ko'ramiz. Bemorimiz tez fursatda davolanib ketadi. Ko'p sovuq suv ichish anginaga olib keladi va tez sovuq suv ichish surunkali anginaga olib keladi. Bu surunkali angina operatsiya jarayonidan olib kelishi mumkin. Agar siz ham operatsiya jarayonidan olib kelishni istamasangiz, me'yorni biling. Ko'p changli havoda yurish burunda etlarning o'sishi va burun polipiga sabab bo'ladi. Bu esa operatsiya jarayonini talab qiladi. Agar sizlarda ham shunday bo'lishini istamasangiz, changli havoda yurmang. Agar burningizda et o'ssa yoki polip bo'lsa, lor shifokoriga ko'rining. Bizning Quvonch shifo klinikasida davolash 2 turda olib boriladi, ya'ni konservativ dori-darmon bilan va operativ usulda olib boriladi. Operativ usul ya'ni operatsiya usuli. Bunday holatlarda bemorlarimizda tekshirganimizda lor kombayn va endoskopda tekshirib, tez davo choralarini ko'ramiz. Agar operatsiya bo'ladigan bo'lsa, endoskop va shever yordamida operatsiya qilinadi. Bemorimiz tez fursatda sog'lom turmush tarziga qaytadi. Operatsiyalar asosan og'riqsiz va asoratsiz bo'ladi. Lor bilan muammosi bor bemorlarimizga tavsiyam shu vaqtida muammosi bor payti lor shifokoriga ko'rinib, oldini olishni tavsiya qilaman. Chunki vaqtida kasallik aniqlanib, oldi olinmasa, jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu esa operatsiya jarayonlarini talab qilishi mumkin. Shuning uchun sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling, vaqtida lor ko'rigidan o'tib turing.